Jannati muala. Jannat muala degani oliy jannat degan qabriston. Hadicha onamiz o tepada yotib dafn qilinganlar. Mana bu joyda bolalarning joyi mana bu. Kichkina bolachalarning joyi hududi hisoblanadi. Bir kuni Hadicha onamiz tush ko'rdilar, tushlarida uylariga quyosh tushdi mana hovlilari. Tasavvur qiling, tush ko'rsangizda hovlisiga quyosh, katta quyosh tushdi-da, hamma yorilishib ketdi-da, keyin butun hamma joyga bular uylaridan nur taralavurdi. Keyin borib Varaq ibn Nafal degan amakivachchalarni uylariga borib, ular endi haligi samoviy kitoblarni o'qigan odam edilar. Aytdilarki, "Ey amakimning o'g'li, mana shunaqa holat bo'ldi, men shunaqa tush ko'rdim" deganlarida xursand bo'lgan, "Ey Hadicha, sani uyingga oxir zamon payg'ambari kirar ekan" deydilar. Lekin bilmaydilarki, ular ertaga bularga uylanishligini. Keyin bu holatda xursand bo'lganlarda bir kuni Ka'bani oldida ayollar bor payti bir erkak kelib, "Ey ayollar jamoasi, yaqin kelajakda oxir zamon payg'ambari chiqadigan kun kelib qoldi. Kimda kim agar o'sha oxir zamon payg'ambariga turmush o'rtoq bo'la olsa, o'sha odam eng yaxshi ayollardan bo'ladi" deganda, haligi ayollar nima deyapsan, qanaqa oxir zamon payg'ambari deb haligi talashib, urib, haligi toshbo'ron qilib tashlashdi. Keyin buni eshitib turgan Hadicha onamiz ham o'sha yerda bordilar. Qalblari mahzun bo'lib, "Bu qanaqa odam ekan? Qani endi men shu oxir zamon payg'ambari chiqsa-yu, men o'shani xizmatini qilsam" dedilar. Bir kuni karvonga bir odam kerak edi. Xizmatkorlar Maysarani qo'shib karvonga jo'natdilar. Haligi Maysara bo'lgan voqealarni gapirib bergandan keyin yana bordilar. Varaq ibn Nafal oldiga borib, "Mana shunaqa voqea bo'ldi, shu gaplarni gapirib berdi" deganda, "Ey Hadicha, demak shu odam payg'ambar bo'lar ekan" deydi. Bu odam keyin payg'ambar alayhisolatu vassalam Hadicha onamizga uylanadilar. 40 yoshli Muhammad alayhisalom, ya'ni 25 yoshli Muhammad alayhisalom keyinchalik payg'ambar bo'lganlar 40 yoshda. 40 yoshli Hadicha onamizga uylanadilar. Ulardan o'sha 6 ta farzand ko'rishadi. Ikkitalari shu yerda dafn qilinishgan, ikkita o'g'illari Qosim bilan Abdulloh, qolgan 4 ta qizlari Madinada dafn qilinishgan. Va mana shu joyda Hadicha onamiz Makkada, ya'ni Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam bilan 25 yil hayot ko'rdilar va 25 yil mobaynida biron bir marta Hadicha onamiz payg'ambar alayhisolatu vasallamga yomon gapirmadilar, hattoki sedana donichalik kattaligidagi qalblarni og'ritmadilar. Shunchalik yaxshi muomala qilib, astoydil xizmat qildilar va ularni tirikliklaridayoq jannat bashorat qilindi. Hatto Alloh taolo 7-osmondan turib, "Ey Jabroil, borib ayting, mani Habibim Muhammadga borib ayting, uni ya'ni ayoli Hadichaga meni salomimni yetkazing" deganda, Jabroil farishta, "Men salomni olib keldim, Hadichaga yetkazib qo'ying va jannat bashoratini bering va meni o'zimga ham salomimni yetkazib qo'ying" dedilar. Demak, Hadicha onamiz hali tiriklarida jannatda qasrlari borligi, jannatga kirishliklari va jannatda bo'lishliklari haqida hali tirik ayol ular haqida bashorat bu dunyoda Alloh taolo tarafdan berildi. Subhanallohumma bihamdika va ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.